Ey, tekshirish natijasini o'zing aqli kelsangmi bo'ladigan gap. Nima ish qilsam meni avar qilib, ha? Nurg'un ishlarimni tashlab qo'yib keldim bu yerga. Homilani normalsizkan deydi. Shu natijasini bildi bilayli deb sizni chaqirtgan edim. Va o'chiraver soningni. Voy. Doktorxonaga kirmay bu yerda turibsizlar-ku. Shu balaning xabarini sizdan anglayli deb turgan edik. Balaning ahvoli toza, yaxshi emas. Balaning yetilishi normal bo'lmaganlikdan bala meyib tug'ilishi mumkin. Balaga yaxshi davolash ippasak, saqayib ketishi mumkin, ammo 100% kapolat qilolmaymiz. Bu mu o'zinglarning tanlashi. Ota-ona bo'g'ichi o'zinglar bo'lgandekin, qarorni o'zinglar chiqaringlar. Qag'ini balani saqlab qolamsizlar yoki tushirib yetamsizlar, bu o'zinglarning tanlashi. Meni yana boshqa bemorlarimni saqlab qolgan edi. Men kirib ketay, telefonlashaylik, ha? Meningcha balni tushirib o'taylik. Bu nima deganingiz? Mening bir narsa deganim emas. Agar bola miyib tug'ilib qolsa, uning kelgusini o'ylab boqmamsa, ha? Maktabdagi bolalar arg'i olamdi. Mahalladagi bolalar arg'i olamdi. Agar bizdan keyin qilib qolsa, bola qandaqmi? O'zining jini o'zi jon etalaydi, ha? Uning qandaq holatda miyib tug'ilganligini hech kim bilmaydi. U bizga yuk bo'lib qoladi. Biz nada o miyib balamizni qo'lda so'rab mang'alaymiz, ha? Balani yana salomat tug'ilib qolishi mumkin deydi, buni anglamadingizmi? Mumkin degan gapning o'zi ishonch yo'q degan gap. Agar ishonchi 100% bo'lgan bo'lsa, xotirjam bo'linglar, cho'ng ish yo'q deydi. Bo'ldi. Qara. Ey. Balani tushirib tutib qolsam, biz uyimizni tutaveraylik. Bu mayqib qolsa, ajrashib kelsakmi bo'laverdi. Tushundingmi yo'q? Dinim daqqal. Unutib qolma, agar balon tushamaydigan bo'lsang, men bilan uy tutma deb o'ylabmi qolma. Men zodi qanday qilishim kerak? Mening bu balani tuqqum bor. Tunji balamdan hargizmi voz kechmayman. Ammo men yo'ldashimdan ajrashib ketsam, qandaqmi qiladi? Balam yetim bo'lib qoladi. Men uni yaxshi ko'raman. Lekin bu balani zodi qanday qilish kerak? Asta, ana, nemishqa men tushunmaysan deyman. Meningmi balliq bo'g'im yo'qmi? Mening ayolim tug'mas bo'lgan ekan, shunga balliq bo'lamoqdik. Meningmi shu sizlarni tezroq navrlik qilgin bor, lekin ayolim tug'may olsa men qanday qilaman? Meningmi yuraklarim lavildab kuyib, farzand bo'lishni g'amida yuribman ana. Amisi berib baladan birini beqib olay ana. Ma'qul. Ba'zilar balliq bo'lish qilmadi. Yana ba'zilar balni tushirib o'tish qilmadi. Bu umrimda menga balliq bo'lish fursati keladi. Yo'q. Men cho'qim balani saqlab qolishim kerak. Bu balani cho'qim tug'im. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम Oy, yıldamı nima acha? Yaxshi yig'laman. Undaq bo'lsa yaxshi. 2-28 Xotanda aşkım Sodikoroyi, Xotanda iltish murosim qildi ekan. Seni bilan borib kelaymi? Ma'qul bo'ladi. Aloqa telefon nomeri 166 509 718 ga. Ma'qul inim, bo'ladi. Undaq bo'lsa kechki kelgan seni saqlayman, ma'qulmi? Ma'qul, men kechki ko'gil borman jumi. Ma'qul. 1 yildan keyin. Ay, qizchaq. Ha? Balangizning o'yinchiqi. भीगी सड़कों पे मैं तेरा Bala tug'ilgandimi? Baramay qoldi.
Balığı dada dep til çıktı. Balanın salametligi qandaroq? Onun bütün bedeni sağlam. Ama onun hayatı meyip bop kaldı. Çünkü ata-ana degen bir jup kanatga o'xshaydi. Onun bir kanatı var, bir kanatı yo'q bop kaldı. पड़ी दिल की इस ज़मीं को भी Onun hayatı meyip bo'ldi. Lekin boshqa a'zolarning hammasi saq. Esingizdami? Ayni chog'da bolani meyipkan deb tushirib o'tmoqchi bo'lgan edingiz. Lekin doktor mumkin degan edi. Butunlay meyip bo'lib qoladi demagan edi. İşlerimning hammasi vayron bo'ldi. Balkim ilgari qilgan yo'g'onchilikim va menmanchilikim sabab bo'lsa kerak. Boshqalarni yaratmaydigan shu eski mijozim bo'lsa kerak. Mening hamma ishlarim vayron bo'ldi. Boshqalarning ko'ngliga ko'p azor bergachkimikin. Sodamda bir kechada butunlay vayron bo'ldi. Sizlarni tashlab ketgan edi. Bir odamga yomonlik qilgan kishi hargiz yaxshi kun ko'rmaydi ekan. Sizlarni necha qatib izlashni o'yladim. Lekin men qaysi yuzim bilan izlab boraman? Kech-kechalab qizim tushimga kiradi. Sizlar bilan jim bo'lib tushayman. Lekin ko'zimni ochsam, sizlar yo'q. Ben vayron bo'ldim. Hech nimam qolmadi. Sizlarga qilgan duochiligim, boshqalarni tuvan ko'rishlarim meni oxirida vayron qildi. तेरे लिए Men qayta bir qatim uyg'ondim. Qayta bir qatim odam bo'ldim. Balani ko'tirib olmamsiz, qo'lim bek telib ketdi. Men balamning bir umr yetim bo'lib qolishini faqatla xohlamayman. Ikkimiz o'ttirsidagi kichikgina xopiliqni deb, sizning ahmoqligingizni debla balaga jazo bermayli. Biz yarışib qolaylik, Ali. Balani ko'tirib olmamsiz, qo'lim bek telib ketdi. Kela qizim. Qani ko'tiram. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे, ये चाहने की आस ने धरा Mayli. धरा शिकस्त Meni kechiruvdan umma qizim.